25 yoshdan boshlab organizmda kollagen sintezi kamayishi boshlaydi. Biz organizmga yordam sifatida kollagenlar iste'mol qilishimiz kerak. Kollagen o'zi nima desalaring, bu kollagen tirnog'imiz, sochlarimiz, terimiz hamda bundan tashqari suyagimiz uchun asos vazifasini bajaradi. 25 yoshdan boshlab bo'lsa, biz yuzimizda ajinlar chuqurlashishi boshlaydi, sochlarimizda turli o'zgarishlar kelishi boshlaydi, bundan tashqari suyaklarimiz mo'rtlashishi boshlaydi. Ana o'sha vaqtda biz kollagenlar iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Kollagenlarda har xil variantlari ishlab chiqariladi bugungi kunda. Men hozir sizlarga mana shu kollagenlarni chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Ko'rib turgan kollagenlar rosa kollagen deb ataladi. Bu eng ko'p sotiladigan, bundan tashqari eng yaxshi ta'sir qiladigan kollagenlardan biri. Buning tarkibida bir necha xil kollagen turlari mavjud. Bundan tashqari vitamin hamda minerallar bilan boyitilgan. Bu nafaqat bo'g'im suyaklaringizga, bundan tashqari tirnoqlaringiz hamda yuz teringiz uchun ham juda yaxshi effekt beradi. Sportchilar ham buni ichsa bo'ladi. 30 yoshdan oshganlar uchun bo'lsa, juda ham zo'r variant hisoblanadi. Bu ikkala kollagen ham bitta kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu qadoqdagisi asosan yuz terisi uchun mo'ljallangan, ya'ni birinchi va uchinchi tip kollagenlar mavjud. Agarda siz yuzingizda glow effekt xohlasangiz, ya'ni yaltiroqlik, bundan tashqari ajinlaringizga qarshi ishlashni xohlasangiz, bu siz uchun juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Bunisi paketdagisi bo'lsa, bu barcha kollagen turlari mavjud. Har kunlik ichib yurish uchun juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Bu ham premium segmentdagi kollagenlar qatoriga kiradi. Bu ko'rib turgan mahsulotlar Turkiya firmasining, ya'ni Kiperin firmasining mahsuloti hisoblanadi. Bu asosan ozmoqchi bo'lganlarga, ayniqsa yuzi hamda terisi osilmasdan ozish xohlaydiganlar uchun. Tarkibi asosan brokkoli ekstrakt hisoblanadi. Hech qanaqa sizni taningiz uchun ziyonlari yo'q. Bo'ldi, qochib gapiradi. Nutraxin kollagen bu eng premium hamda topoviy kачестводagi kollagen hisoblanadi. Tarkibi kollagen, gialuron kislotasi, biotin, vitamin C hamda ruhni hisobiga immunitetingizni ham ko'taradi. Bundan tashqari buni tarkibidagi kollagen eng yuqori dozadagi kollagen hisoblanadi. Nafaqat teringiz, bundan tashqari bo'g'imlaringiz, suyaklaringiz hamda sochingiz uchun ham juda ham foydali. Ichish uchun bo'lsa, barcha yoshdagilar uchun ideal variant hisoblanadi. Bu ikki xil kollagen tarkibi jihatdan juda ham o'xshash hisoblanadi, chunki bular ikkalasining ham tarkibida glutatsion bor. Glutatsionning vazifasi bu terimizni oqartirishga qaratilgan. Agarda siz kollagenni ichish bilan birgalikda teringizni oqartirmoqchi bo'lsangiz, ikkalasini ham maslahat beraman. Kollagen bilan birgalikda ozishni ham xohlab turgan bo'lsangiz, slim kollagen hisoblanadi, ya'ni ozishingizga ham yordam beradi. Mana shu kollagenimiz ham sizni ozishingizga yordam beradi, hamda teringizni oqartiradi. Bundan tashqari juda ham qulay qadoqda, ya'ni ichish uchun juda ham qulay qilib ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda eng trendga chiqib turgan kollagenlarimizdan bittasi bu Koreya kollagenlari, jeleli ko'rinishda. Boshqa kollagenlar bilan solishtirganda unaqa katta ustun jihati yo'q. Buni eng qulay tomoni bu asosan olib yurishga qulay paketchalarda bo'ladi hamda iste'mol qilish juda ham oson, ya'ni jeli formatda ishlab chiqarilgan. Keyingi videolarimiz nimalar haqida bo'lishini xohlaysizlar, kommentariyaga yozib ketinglar. Biz sizlar xohishlaringga qarab video chiqarishga harakat qilamiz.